Assalomu alaykum. Ismim Yusuf Abdug'affurovich. Dietolog, nutritsiolog, valiolog bo'laman. Hozirgi paytda 7 yildan beri BAT bo'yicha ekspertman. 7 yildan beri turli kasalliklar bo'yicha BAT bo'yicha ishlab kelaman. Xo'p, bo'g'in kasalliklari, oshqozon kasalliklari, ayol va erkaklardagi kasalliklar, undan tashqari onkologitis kasalliklar. Onkologitis kasalliklarining barcha turlari bilan ishlab kelaman. Hozirgi paytda biz tabiiy bo'lgan BAT mahsulotlari bilan ishlab kelmoqdamiz. Ko'pchilik insonlar onkologitis kasalliklarni yengish jarayonida nimalarni iste'mol qilish mumkin, nimalar mumkin, nimalar mumkin emas va o'zi nima mahsulotlar onkologitis kasallikni yengishga borligi haqida hali ham ma'lumotga ega emas. Siz halila mahsulotlar borligini bilarmidingiz? Bu mahsulotlar hozirgi paytda asal va giyohdan tayyorlangan. Ichida gormon, ximikat, sintetik mahsulotlar yo'q. Nimaga men sizga halila mahsulotlar haqida gapiryapman? Nimaga mana endi siz halila mahsulotlar haqida ma'lumotga ega bo'lyapsiz? Siz oldin ham bu narsani ko'rgansiz, lekin yechim emas deb o'ylagan bo'lishingiz mumkin. Hozirgi paytda onkologitis kasallik bilan kurashayotgan bemorlarning ko'pchiligi halila mahsulotlarni iste'mol qilib kelishmoqda. Ko'pchilik insonlar juda ham chiroyli natijalar olishyapti. Bu natijalarni mana bu odzivlardan bilishingiz mumkin. O'qib chiqib, tanishib chiqib, eshitib, barchasini ko'rib chiqishingiz mumkin. Bu video rolikdan olishimdan maqsad onkologitis kasallik bilan kasallangan bemorlar bilsin halila mahsuloti borligi haqida, halila nimaligi haqida, halila zararsizligini, boshqa dori vositalari bilan ham parallel ravishda iste'mol qilish mumkinligini, vaqtdan yutish mumkinligini, yana ham tezroq natija olish mumkinligini bilsin. Bosh miyadagi onkologitis kasalliklarda. Ko'pchilik bosh miyadagi onkologitis kasalliklarda sudirga bo'ladi, bosh miyaga suv yig'iladi, yokida qo'l oyoq ishdan chiqish kabi holatlari ham bo'ladi. Albatta bor. Ko'ngil aynish kabi holatlari bor. Shu holatlarni oldini olishga halila mahsulotlari yaxshi yordam beradi. Undan tashqari buqoqdagi onkologitis kasalliklarda, ya'ni tomoqdagi buqoqdagi onkologitis kasalliklarda nafas yo'li siqib qolishiga, ovqat o'tmay qolishiga, yiringlik ko'chishlarini oldini olishga juda ham yaxshi yordam beradi. Ko'krak saratonida, ichki, tashqi turida, ko'krakni yorib chiqqan bo'lsa, og'riqlarga, qattiqliklarga, chiqayotgan suyuqliklarga, limfadagi onkologitis kasalliklarga, oshqozondagi onkologitis kasalliklarda, albatta undan tashqari ichaklardagi onkologitis kasalliklarga, poliplarga, bachadondagi onkologitis kasalliklarga, qorin bo'shlig'iga suv yig'ilishiga, ishtahani ochishga, og'riqlarni qoldirishga avvalambor shifo Allohdan, lekin sababchi bo'lib qolishi mumkin. Albatta iste'mol qilib ko'rishni tavsiya qilaman. Sababi o'ylaguncha tavakkalchi ishini bitiradi. Siz oldin ham bu narsani ko'rgansiz. Siz oldin ham meni ko'rgansiz. Lekin qayerdadir ishonch bo'lmagan bo'lishi mumkin. Bee'tibor bo'lgan bo'lishingiz mumkin. Lekin mana bu ayoldagi o'zgarishlarni eshitib, ko'rib, balkim o'zingizda ixlos o'zgarib qolar. Ya'ni ixlos uyg'onib qolsa, ishonch uyg'onib qolsa, bu mahsulotlarni iste'mol qilib ko'rib, qachondan beri yillar davomida qiynalib kelayotgan organizmingizdagi o'zgarishlar o'zgarmayotgan bo'lsa, shu mahsulot orqali o'zgarishi mumkin. Bu mahsulotlarimiz har xil tabiiy asaliy qorishma, ichida gormon, ximikat, sintetik mahsulotlari yo'q. Побочный effekt berib yubormaydi. Bu tabiiy bo'lgan mahsulotlarimiz insonlarning organizmidagi onkologitis kasalliklarni bloklashga, to'xtatishga, so'rilishga yaxshi yordam beradi. Har bir mahsulot o'ziga yarasha giyohlardan tashkil topgan, tabiiy asaliy qorishmalardan tashkil topgan. Albatta yana bir mahsulotimiz bor. Bu esa siropimiz. Sizga hozir eng zo'r Gold Plus jamlanmasini ko'rsatdim. Bu jamlanmada siz bu barcha mahsulot 30 kun ichida iste'mol qilinishi kerak. 30 kun davomida iste'mol qilinadi, lekin bir kurs ichingamiz salkam 5-6 oydan tashkil topgan bo'ladi. 5-6 oydan keyin bu mahsulotlarni iste'mol qilasiz, doktor ko'rigidan borib o'tasiz. Eski va yangi doktor xulosalarini solishtiramiz va o'zgarishlarni ko'rib o'zingiz xursand bo'lasiz. Sirop, majunlarimiz onkologitis kasalliklarni bloklashga, qondan, suyakdan, teridan chiqarib yuborishgancha inshaalloh yaxshi yordam beradi. Mayli, kelaylik onkologitis kasallikka emas. Onkologitis kasallikka emas. Immunitet ko'tarib berish uchun qaraylik. Ishtahani ochib berish uchun halilani iste'mol qilaylik. Organizmdagi og'riqlarni qoldirish uchun halilani iste'mol qilaylik.
Organizmdagi har xil побочный effektlarni, suvlarni so'ltirib yuborish uchun xalila mahsulotini ko'raylik, ya'ni iste'mol qilib ko'rishni o'ylab ko'raylik. Mayli, onkologitis kasallikni uchun emas, onkologitis kasallik bizda so'rilib ketmaydi deb blok qo'ygan insonlar uchun shu tomonlama qarab ko'ringlar. Shu tomonlama yengillik bo'lishi mumkin degan narsani o'ylab ko'raylik, lekin siz kichik natijaga fokus ketadi, lekin xudo xolasa sizning natija kattaroq bo'lishi mumkin ana o'shanda. Ko'pchilik insonlar onkologitis kasallik ham so'rilib ketadimi deyshadi. So'rilib ketadi. 9 yoshlik bemorimizda so'rilib ketgan. Shifo hammaga qachon berishni hech kim bilmaydi. Agar siz onkologitis kasallik bilan kurashayotgan bo'lsangiz, albatta tavsiya qilaman. Xalila 60+ ichida 60 xil tabiiy giyohlari bor. Geniyda, yara majunida, zariqo pastasida, pastaxanida, xalila sirupda har birida o'ziga yetarli bo'lgan onkologitis kasalliklarni bloklaydigan giyohlardan tashkil topgan. Bularning barchasini men shunchaki sizlarga gapirib berayotganim yo'q. Har birini natijalari bilan o'zidagi insonlar o'zgarish sezganligi uchun yillar davomida hozirgi paytda yengilmagan kasalliklar yengilayotganligi uchun sizga gapirib beryapman. Aniqki sizda savol uyg'onadi. Qanaqa qilib tabiiy giyoh onkologitis kasallikni yengishi mumkin? Albatta, men sizga bu narsa onkologitis kasallikni yengadi deb men sizga 100% kafolat bermayman. Chunki natija kimda qachon bo'lishini hech kim bilmaydi. Lekin siz ikkilanib o'tirganingiz bilan qachon foyda bo'ladi, qachon natija bo'ladi, qachon men o'zgarish his qilaman, qachon menda misol uchun yengillik bo'ladi yoki xalilani ichayotgan qachondir kimdadir natija bo'lsa keyin olib ichaman. Xo'p, o'sha inson natija olsa keyin ichasiz. U inson 6 oyda natija olsa 6 oydan keyin ichasizmi? Siz lekin 6 oylik o'zingizni tavakkal qilishga tayyormisiz? Men bularni barchasini olib ichinglar demayman. Mayli bittasini olib iching, ikkitasini olib iching, uchtasini olib iching. Agar bu kompleksni hammasini ichadigan bo'lsangiz, o'zingizdagi sog'lig'ingizdagi natija yana ham chiroyli bo'lishi mumkin, go'zal bo'lishi mumkin. Nimaga siz hozirgi paytda o'ylanib, ikkilanib, yig'lab bitta xonada o'tirishingiz kerak? Shifoni Alloh beradi. Harakat qilish kerak, to'xtab qolish kerak emas. Agar sizga iloji yo'q, bo'ldi, foydasi yo'q deb javob berib olishdimi, yo'q degan narsani o'zi yo'q. Bir oyda keyin o'lasam degan insonlar bor edi. Bir oyda bo'ldi, foydasi yo'q, hech narsa qilmagin deyishgan. 2 yil bo'lyapti mana. 2 yildan beri xalila mahsulotlarini iste'mol qilib kelayotgan insonlar ham bor. Bir oyda bo'ldi, tamom, foydasi yo'q deyishganda. Lekin mana xalila mahsulotini ichib kelishyapti. Metastazalar so'rilib ketgan. 4-bosqichdan ko'krakda onkologitis kasallik bosh miyaga, ichakka, suyaklarga metastaza bergandi. Faqat ko'krakda qattiqlik qolgan xolos, bosh miyadagi, suyaklardagi va yumshoq to'qimadagi onkologitis kasalliklar so'rilib ketgan. Yolg'on emas, haqiqatda aytayapman. Lekin siz o'zingizda bu narsani his qilmoqchi bo'lsangiz, iste'mol qilib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Qiziqib ko'ring, o'zi nimaligini. Qiziqib ko'ring, sog'lig'ingiz uchun. Mayli, bu kasallikni yengish uchun emas, o'zingizda yengillik his qilish uchun, o'zingizda ozgina bo'lsa ham umid berish uchun, o'zingizga ozgina bo'lsa ham ishonch berish uchun. Agar sizda umid so'ngan bo'lsa, ishonch so'nib qolgan bo'lsa, kecha bir bemor telefon qilyapti, javob berishdi deyishyapti. Bo'ldi, foydasi yo'q, javob berishdi, nima qilay deyishyapti. Hali operatsiya qilishmagan ekan. Bosh miyada onkologitis kasallik bo'lishgan ekan. Ishonasanmi, 1 oy ichida bemor yotoqli bo'lib qolgan, turmaydi, bosh tursa aylanib ketadi, oyog'ini bosa olmayapti. Bosh miyada onkologitis kasallik. Bemor 1 oyda ichib, 1 oy ichib, turib, yurib, hozirgi paytda taksiga chiqib kira qilayotgan ekan. Ishonasizlarmi? Kira qilayotgan ekan, kira. Yana bir bemor yotoqli bo'lib qolgan, ovqat yemayapti, ishtahasi yo'q, xalilani iste'mol qilishni boshlagan, ishtahaga kirib ovqat yeb, o'zi turib yurayotgan ekan. 2 oydan oshiq to'shagi mixlanib qolgan ekan. Bu sababchi xolos. Men hech narsa deyotganim yo'q. Sizga ishoning, oling, iching deyotganim yo'q. Agar siz sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, iste'mol qilib ko'ring. O'ychi o'ylaguncha tavakkalchi ishini bitiradi. Qayta sizni oldingizdan chiqmayotganligi yoki tanishlaringiz sizga aytayotganligi yoki siz mana endi bu narsani ko'rib turganingizdan shunchaki o'zidan o'zi mastur. Nimaga biz o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rib turgan narsaga ishonmaymiz? Lekin kimdadir natija bo'lsa, olib keyin ichamiz. Ungacha qancha fursat, qancha vaqt yo'qotishimiz va u kasallik rivojlanib ketishi haqida o'ylab ko'rmaymiz. Sizga yana qayta aytaman. Agar sizda ishtaha bo'lmasa, ko'ngil aynishlari juda kuchli bo'lsa, onkologitis kasallik 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi bosqichlari bilan mastopatiya, fibrozli mastopatiya, kista, mioma, jigar kasalliklari, oshqozon kasalliklari bor bo'lsa, hozirgi paytda ko'krakda og'riqlar bor bo'lsa,
o'pkada kasalliklari bor bo'lsa, onkologitis kasalliklari bosh miyadagi, o'pkadagi, tomoqdagi, ko'krakdagi, bachadondagi, ichakdagi, buyrakdagi, jigardagi, suyakdagi, qondagi, teridagi, prostata bezidagi onkologitis kasalliklar 1-2, 3, 4 bosqichlari bo'lsa, suv yig'ilgan bo'lsa, qon ketish kabi holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, iste'mol qilib ko'ring haliylar mahsulotlarni. Biz faqat tavsiya qilamiz. Boshqa ichayotgan, qilinayotgan lecheniyalar bilan parallel ravishda bemalol olib ketsanglar bo'ladi. Biz nimadir to'xtatasiz, nimadir iste'mol qilmaysiz, faqat shuni ichasiz. Qolgan narsani to'xtating degan narsani ishlatmaymiz. Hozirgi paytda ko'pchilik inson iste'mol qilyapti. 2 yoshdan boshlab 90 yoshgacha bo'lgan insonlar iste'mol qilishyapti. Hattoki o'zim iste'mol qilaman. Hozirgi paytda bu mahsulotni faqat bemorlar emas, sog'lom insonlar ham ichsa bo'ladi. Misol uchun aytaylik, nimaga biz kasal bo'lishni kutamiz? Misol uchun aytaylik, ertaga yaxshi yashash uchun ilm olishga sarmoya qilamiz, to'g'rimi? Nimaga biz ertaga sog'lom turmush tarzi avvalambor shifo Allohdan, dardi ham Alloh beradi. Lekin oldini olish uchun, organizmimizni qo'llab-quvvatlash uchun nimaga biz oldindan harakat qilamiz? Bu mahsulotlarimizni faqat bemorlar emas, sog'lom insonlar ham ichsa bo'ladi. Nimaga faqat bemorlar? Sog'lom inson, misol uchun, kasal bo'lgunicha yurib turib, kasal bo'lgandan keyin davolanish kerakmi? Lekin hozirdan misol uchun sog'lom inson o'zini hayoti haqida ozgina bo'lsa ham qayg'urib, immunitetlarini ko'tarib yuradigan bo'lsa, inshaalloh o'zi uchun, sog'lig'i uchun bu yaxshi emasmi? Hozirgi paytda men buqoq majunini ochyapman. Buqoq majuni ko'pincha ayollardagi bo'ladigan stresslarga, immunitet tushib ketishiga, mastopatiya, fibrozli mastopatiya, tuguli buqoqni oldini olishga, soch to'kilishlariga, immunitet tushib ketgan insonlarga, ayollarga, erkaklarga ko'pincha baqirib, nima qilyapsan? Yo'q narsaga ham hovliqib ketadigan ayollar bo'ladi-ku, yoki eri bilan urushib ketadigan ayollar, yo'l yetishmovchilik bo'layotgan ayollar, qo'llarida yorilish, tirnoqlarida yorilish bo'layotgan ayollar uchun juda ham zo'r narsa. Ishoninglar, ayniqsa ayol erkaklar uchun bu asabiy bo'lgan, asab bilan bog'liq bo'lgan insonlar uchun juda ham zo'r mahsulot. Bu ko'rinishi, Xudo xolasa, bismillah. Shifoli bo'lsin. Bu buqoq majuni. Xo'p. Undan tashqari yana Halila 60+ bor. Bu Halila 60+ insonlarning sog'lig'idagi onkologitis kasalliklarni bloklashga, o'sishdan to'xtatishga, so'rilishga, organizmni yaxshilab berishga, qo'llab-quvvatlashga va onkologitis kasalliklarining barcha turiga buni birinchi navbatda iste'mol qilish shart. Har bir inson albatta buni iste'mol qilish shart. Albatta sog'lom insonlar ham iste'mol qilishi mumkin. Xudo xolasa bemalol. Sizlar bahona ertalabkisini ichmagandim. Shu bahona sizlar bahona ichaman buni ham. Ko'pchilik nordonmi, achchiqmi, mazasi qanaqa deyshadi. Hech qanaqa nordon, achchiq mazasi yo'q. Bemalol iste'mol qilsa bo'ladi. Ayrim holatlarda ichishga qiyinchilik bo'layotgan insonlarda 2 qoplan suvga eritib turib ichirib olsa ham bo'ladi, nobodoga. Xo'p, keyingi ochayotgan mahsulotimiz yara majuni. Yara majuni onkologitis kasallik bilan kasallangan bemorlarda yirik yaralarni, ichakdagi onkologitis kasallikda, ko'krakdagi onkologitis kasallikda, o'pkadagi, oshqozondagi, prostata bezidagi onkologitis kasalliklarda, tashqi teridagi onkologitis kasalliklarda, onkologitis kasallik yarani yorib chiqqan holatlarida, oshqozon kasalliklarida, jigar kasalliklarida juda ham yaxshi yordam beradi. Bemalol bu narsani ham iste'mol qilsanglar bo'ladi. Bismillah. Bu yara majuni edi. Hop. Pastaxani mahsuloti. Pastaxani mahsuloti ko'krak saratonida, bachadondagi onkologitis kasalliklarda, limfadagi onkologitis kasalliklarda, qondagi onkologitis kasalliklarda, yumshoq to'qmadagi onkologitis kasalliklarda, prostata bezi shamollashlarida, sistitda, prostatitda, erkak ayollardagi shamollashlarda juda ham zo'r yordam beradi. Ishoninglar, hozirgi paytda bu mahsulotimizni juda ham ko'pchilik inson ichadi. Hattoki mastopatiya, fibrozli mastopatiya, kista, miomalarni oldini olishga, erkak va ayollardagi shamollashlarda,
erkak va ayollardagi gepatitlarda har xil infeksiyalarning oldini olishga pasta honey mahsuloti zo'r yordam beradi. Bismillah. Bu pasta honey mahsuloti edi. Azaliqo pastasi. Azaliqo pastasi onkologiya kasalliklarining barcha turida, 1-2, 3, 4 bosqichdagi barcha kasalliklarda iste'mol qilishni tavsiya qilaman. Og'riqlarni qoldirib berishga, metastazalarni so'ldirishga, immunitet ko'tarib berishga, gemoglobinlarni oshirishga, suyakdagi onkologiya kasalliklarini bloklashga, grijalarni kichiklashtirishga, so'rdirib yuborishga emas, kichiklashtirishga, bo'g'in og'riqlari, artrit, polartrit, osteoxondrozga, bo'g'in og'riqlariga ham juda ham zo'r yordam beradi. Nafaqat onkologiya kasalliklarda bu narsani sog'lom insonlar ham icha biladi, lekin Azaliqo pastasini 18 yoshdan yuqori bo'lgan insonlar ichadi faqat. Shu narsani unutmanglar. Azaliqo pastasini 18 yoshdan yuqori va buni juda kichik dozda ichish kerak. Nahotki kattalikda bir kunda bir mahal ichiladi bu o'zi. Va sirop. Xo'p, bu siropimiz uzum sirkasidan tayyorlanadi. O'zi achitqi holatda bo'lganligi uchun ozgina nordonroq bo'lishi mumkin, lekin bu juda zo'r narsa. Oshqozon kasalliklarida, ovqat yaxshi hazm qilishga, oshqozon pardalari ingichkalashib ketgan bo'lsa, undan tashqari jigardagi kasallikda, gepatitda, saruv kasalda, organizmdagi onkologiya kasalliklarda, yumshoq to'qmada, limfa tugunidagi onkologiya kasalliklarda, og'izdan badbo'y hid kelayotgan bo'lsa, ichingiz qotib qolayotgan bo'lsa, immunitetingiz tushib ketayotgan bo'lsa, yuzlarni tiniqlashtirishga, immunitet ko'tarishga, sahrni tushirishga hattoki juda ham zo'r yordam beradi. Ishoninglar, hozirgi paytda bu narsani ichayotgan bemorlarda Allohga shukr natijalari juda ham chiroyli bo'lyapti. Chaqat olamiz. Mabodo yana bunda ham xuddi shunaqa ozgina suvga aralashtirib ichsangiz bo'ladi. Bemalol kimdir o'zini, kimdir suvga aralashtirib ichadi. Misol uchun mana men shuncha ichaman hozir. Xolasangiz suvga, xolasangiz o'zini ichsangiz bo'ladi. Bismillah. Uzum sirkasidan tayyorlangan. Bu siropni sog'lom insonlarga ham tavsiya qilaman. Qorni ko'p dam bo'ladigan, qorni ishadigan, ovqat hazm bo'lmaydigan, ichaklarida shlaklar yig'ilib ketgan, immunitet tushib ketgan, saruv kasalidan qiynalayotgan, jigarda muammosi bor, jigar ishgan, jigar sirroz, buyrakdagi muammosi bor insonlarga, oshqozondagi muammosi bor insonlarga, o'pkadagi og'izdan badbo'y hid keladigan insonlarga barchasiga tavsiya qilaman. Siropimiz juda ham zo'r. Xudo xolasa, barcha mahsulotlar haqida ko'rsatdim. Ma'lumot berib o'tdim. Agar yana ham ko'proq ma'lumot bilmoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Inshaalloh, agar shu narsadan ozgina bo'lsa ham sizlar natija olsanglar, men xursand bo'laman. Va natija olayotgan insonlar qatoriga qo'shilib, bizni ham duo qilib qo'ysanglar, men xursand bo'laman. Hoziroq qo'ng'iroq qilinglar, hoziroq aloqaga chiqinglar. Agar ko'proq ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, shaxsiy sahifamizga obuna bo'lib qo'yinglar. Har doim yangi ma'lumotlarni, yana ham ko'proq ma'lumotlarni har doim berib boraman. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Ajratgan vaqtingiz uchun rozi bo'linglar. Sizlar bilan Yusuf Abdug'afurovich bo'ldi.